Assalomu alaykum, hurmatli YouTube kuzatuvchilari. Hammalarga alangali salom. Yaxshimisizlar, hurmatli obunachilar? Bizni musofir yurtlardan kuzatib turgan akalarimiz tinch omonmisizlar? Xo'p, hurmatli obunachilar, mana kanalimiz bir blokka tushib chiqdi yana. Ogohlantirish oldi. Xo'p, bu ikkita makonni Sirdaryodan olib keltirdim. Akamizga bitta chechakdan chiqib aynib qolgan xo'roz bor edi, o'shanga almashtirdim. Akamiz bola bo'libdilar. Bu hali oq xo'rozning bolasi. Juda qattiq urishardi-yu, hamma ish qilib otasi o'lib qolgan. Bu o'zimda hali 5 kilo 700 lik qora xo'rozning bolasi. Bularga endi bugun mana kunda xo'rozimni tog'amnikidan olib chiqdim. Bir oycha yuruvdi, hozir bir 4,5 kilo atrofida, xudo xolasa. Juda o'zi bir 3,5 kiloga o'xshaydi-yu, yoshda hali avgust jo'jasi. Ashlarni qo'shdim, xudo xolasa. Juda yaxshi. Menimcha yaxshi parlandi. Xudo xolasa tuxumlari kerak bo'lsa aloqaga chiqaverasizlar, sekin-sekin qilib beraman. Bir oyoqlari uyushib, patlari qiyshayib ketgan ekan, endi o'ziga kelyapti bular. Bu tulak, bu jo'ja. Bu ham jo'ja. Shunga qaysi xo'rozni qo'shishni bilmay turdim, tog'am bo'shadi xo'roz dedilar, hozir olib chiqdim. Juda yo'ldor xo'roz. Gira ham soladi, ikki tomonda o'rab yuradi. Ishqibozlar bo'lsa aloqaga chiqaverasizlar. Manzil Namanganda. Faqat bular o'zi sotilmaydi, tuxumlari bor. Manzil Namanganda. Telefon nomerim 93 604 52 52. Azizbek zotlari deb yozsalaring, har doimgidek Telegram kanalim chiqadi. Aloqaga chiqaverasizlar. Endi hozir jo'jalarni ko'rsataman. Mana hurmatli obunachilar, ko'pchilik Azizbek jo'ja ochirdingizmi deb ko'pchilik so'rayapti. Jo'jalar mana shularni ochirdim. Xo'lasa ko'p tulay makonlarniki. Endi mana kulranglar hashaki, mana ikkita kulrangi, bitta qora bor. Ular hashak. Xo'lasa bugun kanalim ochilgan ekan, bir video qo'yaychi dedim. Jo'jalar endi sekin yo'lga yaraydigan bo'layapti, xudo xolasa. Kattaroq bo'lsa sotiladi. Ishqibozlar ko'pchilik so'rayapti, endi o'tamiz deb. Kelib qolishsa gaplashamiz. Endi bular 28-martda chiqqan 10 kunlikdan o'tdi. Juda kuchli boqib o'rganim yo'q, sababi bir oylik qilib olsam, keyin go'sht ham, tuxum ham, любой narsani yeyveradi. Endi bir ammo ertalab kechqurun tuxum yeb turibdi ikkitadan. 14 ta dakam bor. Ja zo'r o'zgarib o'rgan yo'q. Endi bir oylik qilib olsam, keyin hamma narsani beraman, daddi shu mehr beraman bular. Buning ichida kundasi ham bor, tikatoji ham bor. Qora makonlardan, mana bittasi Vyetnam bu. Uzun Vyetnam makonim bor. Shuni tulak xo'rozga qo'shib bola oldim, bitta Vyetnam chiqdi. Mana oqlar karis bu. Sariq oyoq, sariq tumshuq chiqadi bular. Bardovoy chiqadi, xo'roz chiqsa. Makon chiqsa, adashmasam, bunisi oqimtir, bunisi bedanapar chiqadi. Bu mashq xo'rozga o'xshayapti. Parlardan xo'roz ekan bu. Mana ikkalasi menimcha makon. Endi qoralarni ajratib bo'lmaydi. Chunki u makondingiz katta bo'lganda ham xo'roz bo'lib turaveradi, makonga o'xshab turib. Xudo xolasa ishqibozlarga qilib beraman. Aloqaga chiqaveradi. Endi bitta akaga ishqiboziga beraman desam, Xorazmli aka, ishqibozga beraman debsiz, menga berasizmi deydi. Pulni bersangiz beraman desam, "Ya, ishqibozga beraman debsiz-ku" dedi. "Bekarga beraman debsan-u, deyolmayapti shuna" dedi aka. Hamma ham shunday deydi, sotaman deyilmaydi, beraman deyiladi desam, ha, men noto'g'ri tushunibman" deydi. Pulni berganga beraman da ishqiboziga, shunday gapiriladi akalar. Telefon nomerimda Telegram, WhatsApp bor, har doimgidek ishlayapti. Telefon nomerim 93 604 52 52. Aloqaga chiqaverasizlar. Telegram, WhatsApp, imo ham ochib qo'ydim buni. Musofir yurtda yurgan akalarimiz, Rossiyadagilar Telegram, WhatsApp ishlamayapti, bloklab qo'yapti deyishganiga ochib qo'ydim. Aloqaga chiqaverasizlar. Hurmatli obunachilar, mana bular bor sotuvda. 3 tasi $100 bo'lsa sotaman, bo'lmasa tomoshaga. Juda shapkalari kattalardan bular.
tuxumlayapti. Bugun ham bitta tuxumlabdi. Hali bitta tuxumini oldim. Bu oqam shu karligidan emas, bular kichkinasidan emas. Kattaroq variantidan. Keyin bu yapondan kattaroq. Hop, hashakidan kichikroq bo'ladi. Nomi galland deydi. Tuxumlashga ham zo'r, asosan dekorativniy. Bu kichkina uyga hamda qo'yib yuborsangiz bir joyda yuraveradi uchalasi, tarqab ketmaydi. Maza qilib boqsa bo'ladi, haqiqiy dekorativniy narsa. Xo'roz hali yosh, katta bo'lib ketadi. Bular ham endi 3-4 yil boqib yursa bo'laveradi, chunki hammasi jo'ja. Makiyollar yaqinda tuxumga kirgan. Xudo xolasa aloqaga chiqaverasizlar, ishqibozlar. Sotuvda $100 bo'lsa bo'lishi beraman, bo'lmasa tomoshaga tuxum jo'jalardan qilib beraman, xudo xolasa qiziqqanlarga. Hop, hurmatli obunachilar. Quyoshda qanaqa ko'rinyapti bilmadim. Bular bor sotuvda. Yaqinroqdan o'zi yaqin, zakonni olinyapti. Endi hali quyosh tushmagan paytda ham bir videoga olgandim. Shular ham sotiladi, mabodo ishqiboziga. Yaxshi pul berganga sotaman akalar, lekin arzonchi emas. Makiyollar juda bular ishonchli, garantiyali narsa. Nech pulga sotsam, o'shancha pulga o'zim qaytib olish sharti bilan qachon bo'lsa ham 5 oydan keyin, 1 yildan keyin sotaman desa qaytib olaveraman. Mashi men boqqandek, mash chiroyli holatda boqilsa, kalamakiyon tuxumda juda g'irachi zotlardan. Xo'roz ham juda tumshug'i tiysa uradi. Faqat hozir tumshuq tashayapti xo'roz. Iyunda jo'jasi 4 kilo, 400 yo 4,5 kilo atrofida. Makiyollar ham o'rta bo'y, katta ham emas, kichkina ham emas. Xudo xolasa aloqaga chiqaverasizlar.